dehqonchilik ham bir kurash maydoniga o'xshaydi. Ekinni yetishtirish jarayonida hosil pishgunga qadar juda ko'p muammolar va kasalliklar dehqonga qarshi chiqadi. Bizda ham mavsum boshidan beri juda ko'p muammolar chiqyapti. Avval boshida mana bunday virus paydo bo'ldi. Uni amallab to'xtatganday bo'ldik. Undan keyin qandaydir ildiz kasalligi tufayli ko'chatlarimiz o'lib boshladi. Unga ham dori quydik, bilmayman ta'sir qildimi yo'qmi. Shuncha kasallik yetmaganday yana bitta kasallik paydo bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Mana bu barglar sariq dog'li bo'lib qolgan. Bularning sababi tagida mog'or paydo bo'lganligi. Buni shudring deyshadi. Bu bargga tushib, bargga zarar keltiradi. Bu ham juda yomon kasallik hisoblanadi. Buni bartaraf qilmasa, barglar to'kilib ketishi mumkin va mevalar o'smay qoladi. Biz bu kasallikni bartaraf qilish uchun 5 mg tapas, 5 mg kvares dorilarni aralashtirib sepdik. Ko'rganingizdek, bizda kurash juda jadal ketyapti. Kasalliklar esa tugamayapti. Nima deb o'ylaysiz? Biz bu kurashda g'olib bo'la olamizmi yoki yo'qmi? Dehqonimizni kuzatib boring. Davomi yanada qiziqroq bo'ladi.